giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarning noqonuniy aylanmasiga chek qo'yish orqali ularning aholi salomatligi hamda millat genofondiga salbiy ta'sirini bartaraf etish bugun dolzarb masalaga aylandi. Bu borada davlatimiz rahbari tomonidan berilgan topshiriqlar ijrosini ta'minlash, shuningdek mamlakatimizda kriminogen vaziyatni barqarorlashtirish, hududlarda xavfsiz muhitni yaratish maqsadida Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent va Andijon viloyatlar bo'yicha boshqarmalari hamda Toshkent viloyati bojxona boshqarmasi xodimlari hamkorligida narkolaboratoriyalarni aniqlash va faoliyatiga chek qo'yish bo'yicha kompleks tadbirlar o'tkazildi. Xususan, Telegram messenjeridagi narkodo'kon kuratorlar tomonidan belgilangan joylarda qoldirib ketilgan sintetik giyohvandlik moddalarini tayyorlashda foydalaniladigan katta miqdordagi prekursorlar aniqlanib, operativ kuzatuvga olindi. Tezkor tadbir davomida ushbu prekursorlarni olish uchun kelgan Andijon shahrida yashovchi 2002-yilda tug'ilgan 2 nafar fuqaro qo'lga olinib, ular tomonidan shaharning Bog'i Shamol mahallasida narkolaboratoriya tashkil qilinganligi aniqlandi. Natijada ushbu manzildan qora bozordagi taxminiy narxi 1 million AQSh dollariga teng bo'lgan 26 kilogramm mefedron sintetik narkotik moddasi hamda giyohvandlik vositalari tayyorlashda foydalaniladigan prekursorlar va kimyoviy moddalar, turli laboratoriya jihozlari, 10-20 litr hajmli yelim idishlar, konteynerlar, respirator, rezina qo'lqop va boshqa zarur anjomlar ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirib olindi. Dastlabki so'rov suhbati davomida qonunbuzarlardan biri ushbu dala hovlini internet narkodo'konidagi kurator tomonidan yuborilgan 15.800 AQSh dollari evaziga o'z nomiga sotib olganligi va laboratoriyani jihozlash uchun 5.000 AQSh dollari sarflaganligi. Natijada joriy yilning yanvar oyida 11 kilogramm 700 gramm mefedron narkotik moddasini tayyorlab, kuratori ko'rsatmasi asosida xufiyona joyga joylashtirib, uning lokatsiyasini xo'jayiniga jo'natganligi aniqlandi. Shuningdek, mazkur shaxslar tomonidan Chirchiq shahrida ijaraga olingan omborga 400 litr prekursorlar yashirib qo'yilganligi ham aniqlanib, ashyoviy dalil protsessual tartibda rasmiylashtirib olindi. Hozirda ularga nisbatan Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent viloyati bo'yicha boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Unutmang, giyohvandlik vositalari nafaqat bugunning dolzarb muammosi, balki kelajakka xavf soluvchi og'udir. Uning har qanday shakliga qarshi murosasiz kurashish lozim.